ozgina rozilik haqida gapirsak. Siz Allohdan rozimisiz? Alloh azza va jalla sizga berayotgan bu hayot, ne'matlar, sihat, ofiyatlarga nisbatan siz Allohga rozimisiz? Qiyinchiliklar bo'lsin, yaxshiliklar bo'lsin. Endi yaxshilikka hamma xursand. Lekin eng muhimi shu, yomonlik berganda yuragingiz taskin topyaptimi? Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadilarki, "Salatun man ruziquhunna faqad ruziqa khayrud dunya wal akhirah." 3 narsa bor. Kimga bu 3 narsa berilsa, Alloh azza va jall u insonga dunyo va oxirat yaxshiligini beradi. Birinchisi, qazo va taqdiringizga rozi bo'lishingiz. Boshingizga tushgan kulfatlarga sabr qilishingiz va rohatlik paytingizda duo, munojot qilishingiz.